Eng yaxshisi u yerga berish niyatingdan yo'q. U yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Mangami amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qum dövsünün ustida bir ko'z yinib otidi. Hey, bir ashabini anladinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bo'linglar! Ularga ishonchlik so'zginim bilan buncha tik yo'lning oyig'ini chiqarib ketishga ko'zim yetmaydi. Mening o'ylaganim ularning bexatarligi edi. Matiyan oldimda mening qo'limni tortib meng'iyotdi. Tarning dastidan badallarim ichishga boshladi. Ost tarafdan yo'lbosning ovozi anglanishga boshladi. O kepti. Tezroq bo'laylik. Matiyanning gapi bilan hammamiz bor kuchimiz bilan ustiga yamishga boshladik. Tez bo'linglar, tez. Tezroq mela. Ali, g'ayrat qil. Ustiga 20 metrdek yamishib chiqqanda üst tarafdan Aliyaning ovozi anglandi. Az qopdiq, yana 10 metr chiqibdi. G'ayrat qilinglar. Ali, g'ayrat qil. U yetishib olay deb qoldi. Matiyanning gapini anglab pastga qaradi. O bizga yetishib olishga ozlik qolgan edi. Bor kuchimni yig'ib, to'xtamay ustiga qarab yamishga kirishdim. Ali, beshani past qil. Matiyan shundoq degash, yo'g'on toshni ko'tarib, yo'lbosga qartib tashlashga boshladi. Tosh yo'lbosning dumbisidan surilib o'tib ketdi. Vanqam bilan ikkisi kayni-kaynidan toshlarni pastga tashlashdi. Ular tashlagan toshlarning foydasi bo'ldi. Yo'g'on bir tosh yo'lbosning putiga tegib, mullaq otqinicha pastga tushib ketdi. O qayt yamishib chiqquncha biz ustiga chiqib olishimiz mumkin edi. Ali, qo'lingni ba. Kucha. Qo'lingni suna. Mana Matiyan qo'lini sunib turardi. Uning yordami bilan oxir ustiga yamishib chiqib oldim. Darvaqa xaritadagi bilan o'xshashgan. Oldi taraf futbol maydonining cho'nglig'ida tuz yer bo'lib, hech qanday narsa yo'q edi. Bu yerning yana bir tarafida cho'ng bir jilg'i to'g'risiga turardi. Ta'limimizga u yerda ko'rik bor edi. U yerdan o'tib olsaqli qutulatdik. Tez mangayli. Avvalmi bu yerdan chiqib olguncha u yerdan o'tib olaylik. Tez bo'linglar. Jilg'ining yana qarab yurib ketdik. U yerga 20 metr qolganda tar osmi ko'rik ko'zimizga ko'rindi. Chatoq yeri uning bir tarafidagi arg'amchisi bo'shab qolgan edi. Kayn tarafdan yilqi hurkirgan ovoz bilan yo'lbos tik yordan etilib chiqib biz tarafga qarab yugurib kelyotdi. Qanday qilish kerak? Bir arg'amchiga yamishib o'tib bo'g'icha u yetishib oldi. Yana bir arg'amchini men tutib tursam bo'g'dak. Men baribir bo'lamog'dakman. Shu topda nafsim qisilib, beshim qiyishqa boshlagan edi. Xanjirimga bo'shab ketgan arg'amchini nachchirat yo'ygandan keyin kuchab tortib yerga sanjidim. Eng oxirgi kuchimni yig'ib xanjarni yerga tirab turdim. Ular uchsi menga tikilib turardi. Ular mening maqsadimni tushungandek bo'ldi. tez bo'linglar. Vaqt qolmadi. Yo'q, Ali. Avval sen mang'in. Bu yana men tutib turay. Tez bo'l. O'lgan. Qo'lim bo'shab ketyapti-da. Tez bo'l. O yiqilib qoldi. Tez menglar. Ma'qul. Tez mayli. Tez bo'linglar. Tezroq o'tib olaylik, tez.
Can açığımda Matyanı tillab saldım. Beşimni ko'tarib oldimga qaradim. Yo'lbos yiqilib 50 metrchilik qolgan edi. Tez bo'linglar. Matyan shundoq degash, hammaning oldida osmi ko'rikdan o'tishga boshladi. U osmi ko'rikning o'rtasiga kelganda ig'irlikning besimidan xanjarni tutib turgan qo'llarim asta ko'tarilishga boshladi. Bor kuchim bilan xanjarni yerga tiradim. Uning sepi qo'limga petib, olqinimdan qon chiqishga boshladi. Uning kaynidan Wang Han, eng oxirida Oliya o'tishga boshladi. Oldimga qarasam, 20 metr nerda yo'lbos manga qarab etilib kelayotgan. Butun atrofni jasad burgunlari, choyon, o'muchuk va yilonlar qoplab ketgan edi. Ajal menga yiqilib kelmaydi. Kaynimga burilib ularga qaradim. Ayrilishga ko'zim qiymasimi, moshunda qilmay ilojim yo'q. Ular uchun qilganlarimga pushaymonimmi yo'q. Xanjarni yerdan sug'urib ilibla yana bir arg'amchiga qaratib shiltidim. Taraslagan ovoz bilan osmi ko'rib uzilib tushib, jilg'inim yana bir yoqasiga urildi. Ali! Bu nima qildi? Ali! Matyanning menga qarab qattiq vaqirgan ovozi anglandi. Ular mening bunda qilishimni xiyollig'imga keltirmagan. Qattiq kuchvatkashga eg'izimdan qon yinishga boshladi. Ularga kergim men. Ular boshdan oxir menga hujum qilib kelayotgan edi. Mendan boshqa hech kim buni sezmadi. Ali! Bu nima qilganingiz? Oliya öksüp yig'layotdi. O'zi o'ylagan muhabbatning mushiyada oyoqlashadiganligini o'ylab baxmagan bo'lsa kerak. Ular emas. Menmi o'ylab baxmagan albatta. O'zikni Sidiq buvoyga qaytirib bering. U nima deganimni tushunmadi bo'g'ay. Hayronlikda qarab turadi. Hamrohlarimga qarab kulimsirab qo'ydim. Bu mening oxirgi qitim ichimdan chiqarib kulvanim edi. Kaynimga burilib 10 metr nerda yo'lbosdan menga tikilib turganini ko'rdim. Endi nega qochsan degandek butun mahluqlar menga xiris bilan tikilib turadi. Sizlarga turib beradigan ali yo'q. Turib beradigan ali texi tug'ilmadi. Shundoq degancha xanjarning sepini chang tutib, uningga qarab etildim. Yo'lbosmo xuddi do'yilga tushgandek etilib keldi. Bor kuchim bilan sakrab xanjarni uning beshig'iga urishimga, uning o'tkir tirnoqlari yuzimga qattiq urilib, xanjar nalargadir uchib ketdi. Yuzimning yerimi allaqachon tutilib ketganini sezib turadi. Yerga tushmasdilla, o'pkamni ushliq narsa teshib o'tib, eg'iz burunlarim qonga to'ldi. Kuchli silkinishdan keyin uchib berib, yerga qattiq urildim. O'zimning qorong'u jilg'ining ichiga tushib ketayotganligimni sezib qoldim. Oliya. U jilg'ining ustida turib, menga qarab vaqirayotgan edi. Matyan, Wang Han. Ularni ko'rdim. Ammo hech qanday ovoz anglamayotdi. Butun badalimdagi og'riq yo'qolib ketgandek, badanim shundoq yeniklab, ixtiyorsiz qorong'u bo'shliqqa cho'kib ketib boradi. Xotima.
Oliya ko'z oldida yuz bergan ishlarga ishonmagandek jilg'ining ostiga qarab to'xtamay vaqiraydi. O'zini tutib ololmay o'ksib yig'layotdi. Matiyammo, Wang Xanmo Alining o'lib ketganiga ishonmagandek qorong'u jilg'ining ostiga tikilib turadi. Mayli, bo'ldi, mayli. Ular qo'lab kelguncha bu yerdan ketib olaylik. Matiyan shundoq deganicha Oliyani mengishga undamoqchi bo'ldi. Yo'q, u o'lmadi. U o'lmadi. Oliya o'zini besib ololmayotgan edi. O'zi yaxshi ko'rgan odamning ko'z oldida jon berishidanmi ichinishli ish bo'lmas kerak. Oliya! Matiyanning qattiq silkishidan Oliya cho'chib ketdi. O o'ldi. Endi chiqolmaydi. O sizni deb qurbon bo'ldi. Buni bilamsiz. Siz bu yerda o'limni kutib tursangiz, uning ruhiga 100 kilo alamsiz. Siz yana yashishingiz kerak. Ruhliq bo'ling. Qaddingizni ruslang. Oliya Matiyanning gapini anglab jimib qoldi. Ammo uning yishi to'xtamay to'kilyotdi. Mana ular qumluqda mang'ali 2 kundan oshdi. Bir ig'izmi gap qilishmay, xuddi ruhi chiqib ketgandek oldiga qarab ketyotdi. Oliya, ular nimishqa texich kelmaydigandi? Yemakligimizmi tugab qoldi? Uzoqqa mang'amaymiz. Wang Xan qo'lidagi kompasni Oliyaga uzatdi. Qayta signal berib boq. Oliyaning gap qilishga ro'yi bo'lmayotdi. 2 kundan beri qancha qitim kayniga qarab chiqqanini bilmaydi. Har qitim qaraganda kaynidan Alining kelayotganini ko'rishni shuncha orzu qiladi. Necha qitim signal berdim. Buningdagi o'rin belgilash sistemasi buzg'unchilik uchirdim ya. Oliya gap qilmasdan beshini tuvanga silib oldiga qarab mengishga boshladi. Tikuchar! Qaranglar, tikuchar! Matiyan xushalligida qo'lini tikucharga qaratib pulantishga boshladi. Ular oxir qutulib qoldi. Ammo ularning bu yerdan ayrilg'isi kelmayotdi. Sizlarni izdigili necha kun bo'ldi. Bugun atigan o'rin belgilash sistemanglardan signal keldi. Haqilla qani? O'lib ketdi. Bu yerda magnit maydoni bor ekan. Shunga signal yo'qolib ketgan. Wang Xan qutqizish xodimlariga tushuntirgach so'zladi. Amisi chim o'ltiringlar, hozirlik uchimiz. Bizni xo'tenga olib qo'ying. Oliya shundoq degach choponning yonchuqidan oltin o'zikni elib qarab o'ltiradi. U hammani tushungan edi. U nemishqa choponini o'ziga kiygizib, ayrim yo'ldan mang'alligini, nemishqa osmi ko'rikni tirab turganini tushundi. Aeroplan xotin tavasiga kirgich bo'lgan orliqda u ko'zini qumluqdan uzmay pastga qarab o'ltirdi. Aeroplandan tushib, ular heliqi kichik bozorga qarab mandi. Bozorga kirishi bilan hammasi, bozordagi butun odam ularga hayronlikda qarab turadi. Ularning usti beshidan xatardan qutulib kelgani bilinib turadi. Sidiq bo'y asta o'rnidan turib ularning yoniga keldi. Uning ko'ngli andishiga tushishga boshladi. Chunki u ko'rishni xohlaydigan odam ko'rinmaydi. Alicho, Ali qani? U ko'ngli tuyg'andek udul kelibla Alini so'radi. Oliya javob qaytarmayla o'zikni o'ninga tangladi-da, o'zini tutib ololmay o'ksib yig'lashga boshladi. Butun bozor qaynayotgan qozonga suv quygandek jimjitlikqa cho'mib, chivin ustimi onglangidek holga kelib qoldi. Bu bozorda Alini taniydigan bir qiytiqchi bilan Sidiq buvoydan iborat ikkala odam bo'lsa-mu, hamma odam uning uchun qayg'uryotdi. Sidiq buvoy yaymisini yig'ishtirib uyiga qarab mangdi. Hamma odam uning nimaga buncha ko'ngli yerimliqini bilmasa-mu, kaynidan ich og'ritgancha qarab qolishdi.
u uyiga kirib o'zini tutolmay yig'lashga boshladi. U yerga bormasliging kerak edi, Ali bolam. Mana bu o'zikning keragi yo'q edi. Men seni sog' salomat qaytib kelsunda buni bilgan edim. U ko'zidagi yoshni surtgach po'raklab echilgan jasad guli boqqachiga tikilib qarab qolgan edi. Bu asarning davomini anglamoqchi bo'lsangiz, Azroil salonini qo'shib bering. Abduri Ali Chiroq. Rollada Sho'krat Abdurahmon, Rahmatulloh Hizbulloh, Musajon Muhammad, Muyassar Yosin. Tahliliy ovoz ishlaguvchi va kirishtirguvchi Abduqayyum Turg'un.